Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda bo'ri ko'rishning ta'biri haqida gaplashamiz. Tushda bo'ri ko'rish ko'pincha ehtiyotkorlik, yashirin dushman yoki ayyor insonlarga ishora qiladi. Qadimiy ta'birlarda bo'ri kuchli, ammo hiylakor odam ramzi sifatida talqin qilingan. Agar tushingizda bo'ri sizga hujum qilayotgan bo'lsa, bu hayotingizda sizga zarar yetkazmoqchi bo'lgan inson borligidan ogohlantirishi mumkin. Bunday tushdan keyin atrofingizdagi odamlarga diqqat bilan qarash tavsiya etiladi. Agar bo'ridan qochib qutulsangiz, bu muammolarni yengishingiz va dushmanlaringiz ustidan g'alaba qilishingizni bildiradi. Bu yaxshi alomat. Tushda oq bo'ri ko'rish esa ba'zi ta'birlarga ko'ra kuch, sabr va ichki quvvat belgisi hisoblanadi. Qora bo'ri esa sirli voqealar yoki xavotirlarni anglatishi mumkin. Agar bo'ri uyga kirsa, oilaviy muammolar yoki yaqin insonlar bilan kelishmovchiliklar bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Shuni unutmangki, har bir tush insonning holati, kayfiyati va hayotiy vaziyatiga qarab turlicha ma'no anglatadi. Siz ham tushlaringizni izohlarda yozib qoldiring, balki keyingi videomiz aynan sizning tushingiz haqida bo'lar. Videoga like bosib, kanalimiz tushlar ta'biriga obuna bo'lishni unutmang. Yangi va qiziqarli tush ta'birlarida ko'rishguncha salomat bo'ling.